Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizani podpischilarimiz orasidan bo'lgan 4 shahridan Azamat aka Instagramda faoliyat yuritayotganimizni ko'rib, oydinlashtirayotgan, ya'ni taqdim etayotgan texnikalarimizni ko'rib, ularning ichidan bittasi ma'qul bo'ldi. Azamat akaga aloqaga chiqdilar, shartnoma imzoladilar, pullarini to'ladilar. Uni ustiga bugun yana menga qo'ng'iroq qilib, gazovik topib berdilar. Gazovik topib berdim. Ya'ni shassi, mana shu rusumdagi shassini xarid qildilar. O'sha gazovik topib berdim, gaz qo'ydiradilar и kuzov ham o'sha yigitdan gaplashganlar, ya'ni izotermический kuzov ham qo'ymoqchilar. Imkoni bo'lsa, ukam shu mashinani gazovikka o'zingiz taqdim eting. Bir-birimizga ishonamiz-ku. Borgandan keyin xudo xolasa gazovik pulini to'lab mashinani olib chiqib ketaman dedilar. Hozir mana podpisчикimiz iltimosini yerda qoldirmagan holatda mashinalarni hozir inshaalloh gaz ustaga olib borib topshiramiz. Gaz usta ham begona emas. Sergelidagi gaz metan servis bor. Xo'jayini Bahrom aka og'aynim bo'ladi. 10 yildan oshdi. Og'aynigarchiligimiz bor, yaxshi odam. Xullas, podpisчикimizning mashinasini o'sha akani ustaxonalarga hozir olib borib topshiramiz akalar. Siz azizlar iltimosingizni yerda qoldirmaymiz. Siz azizlar uchun xudo xolasa qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz akalar. Qani ketdik endi mashinani olib borib topshiramiz birga.